yulduz turkumidagi mashhur Halqa tumanligida astronomlar noodatiy cho'zilgan temir bulutni aniqlashdi. Tadqiqotlar Wave nomli ilg'or spektograf yordamida olib borildi va tumanlik ichida tartibli, uzluksiz tuzilishga ega ulkan temir bulutning mavjudligi aniqlandi. Olimlarning hisob-kitobiga ko'ra, ushbu bulutning uzunligi Pluton orbitasidan qariyb 500 barobar kattalikka ega, umumiy massasi esa Mars massasiga teng. Bunday murakkab va tartibli temir tizilma planetar tumanliklarda ilgari kuzatilmagan, shuning uchun kashfiyot noyob va ilmiy jihatdan katta ahamiyatga ega. Tadqiqotchilarning bulutning kelib chiqishi yulduzlarning hayotining so'nggi bosqichida sayyora yoki boshqa jismlarning parchalanishi bilan izohlashmoqda. Bu kashfiyot yulduzlarning evolyutsiyasi, koinotdagi kimyoviy elementlar tarqalishi va yangi sayyora tizimlarda shakllanishi jarayonini chuqurroq o'rganishga imkoniyat yaratadi. Massachusetts Institute of Technology olimlari innovatsion aqlli tabletkani yaratdilar. Ushbu tabletka dorini qabul qilgan bemorlardan signal uzatib, shifokorlarga davolash jarayonini nazorat qilish imkonini beradi va dorilarni o'z vaqtida qabul qilish samaradorligini oshiradi. Tabletka ichilgandan so'ng uning ichidagi biologik parchalanadigan radioantenna signal tarqatadi. Bu signal maxsus qabul qilgich orqali shifokorlarga yoki dasturlashtirilgan qurilmalarga yetkaziladi. Shu tarzda shifokorlar bemorlarning dorini qabul qilganligi yoki qilmaganligini aniqlay oladi. Olimlarning ta'kidlashicha, ushbu texnologiya uzoq muddatli davolanuvchi kasalliklar, masalan, HIV, tuberkuloz yoki immunitetni susaytirish davoladagi bemorlar uchun juda muhimdir. Aqlli tabletka bemorlarning davolash samaradorligini oshirish, dorilarni o'z vaqtida qabul qilishni ta'minlash va tibbiy nazoratni takomillashtirish imkonini beradi. Stanford Medicine olimlari va hamkorlari tomonidan ishlab chiqarilgan sun'iy intellekt modeli Sleep FM bir kechalik uyqu ma'lumotlaridan foydalangan holda insonda 100 dan ortiq turdagi kasallik xavfini oldindan aniqlay olishi mumkin. Ushbu tadqiqot Nature Medicine jurnalida e'lon qilingan. Sleep FM modeli polisomnografiya orqali yig'ilgan keng qamrovli ma'lumotlar asosida o'qitildi. Bu yerda uyqu laboratoriyasida odamning asab faoliyati, yurak ritmi, nafas olishi, mushaklar harakati va boshqa fiziologik signallar kuzatildi. Olimlar taxminan 65 ming kishining 585 ming soatdan ortiq uyqu ma'lumotlarini tahlil qilib, AI uyqu tilini o'rgandilar. Olimlar taxminan 65 ming kishining 585 ming soatdan ortiq uyqu ma'lumotlarini tahlil qilib, AIni uyqu tilini o'rgatdilar. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Sleep FM modeli 130 ga yaqin turli kasallik xavfini aniqlashda yuqori samaradorlikka ega bo'ldi. Ular orasida Parkinson kasalligi, demensiya, yurak xastaligi, ba'zi saraton turlari va hatto umumiy o'lim xavfi ham bor. Bu texnologiya profilaktik tibbiyot va salomatlikni oldindan baholashda yangi imkoniyatlar yaratadi.